Allah'ın El-Varis degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa Ustad Abduvali Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah subhanahu ve teala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tefsirleri dersliklerinden Allah'ın El-Varis degan ism sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzu billahi minashshaytonirrojim. Allohning al-Varis degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda 3 yerda tilga ilingan. Ya'ni Sura Hijr 23-oyatida tarjimasi biz hammani terildirimiz, hammani o'ltirimiz va hammaga varislik qilamiz. El-Varis. Hamma alemni Allah subhanahu ve teala o'zi yaratdi ve bu terik mavjudatni fani qilib, yo'q qilib, alemning yegona mirosxo'ri bo'lib qoladi. Qiyomat bo'lgandan keyin, qiyomatdan ilgari hamma alem yo'q bo'lib ketadi. Allah subhanahu ve teala o'zi yakki yegona qoladi. Bütün alemge hitap qilib, ey padişahlıkni da'vo qilganlar, ey o'zini zo'ravon deb da'vo qilganlar, limanil mulkul yawm, bugun alemning hukmronligi kimga xos ekan deydi. Javob beradigan biror bir mavjudot bo'lmaydi. Allah subhanahu ve teala Lillahil vahidul qahhar. Bütün alemning mulki yegane Allah xosdir deb javob berdi. Ana bütün alemning varisi faqat Allah subhanahu ve teala'nın o'zi bo'lib qoladi. El-Varis sifatini bilgandan keyin o'zimizga ajratib oladigan xulosa bo'lsa, El-Baqi ma'nosidagi xulosa bo'lish kerak. Bende bütün alemning yegane varisining Allah subhanahu ve teala ekanligini bilgandan keyin bu fani dunyoga oldinib oxiratni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak. Bu deganlik dunyodan hech foydalanmasin deganlik emas, balki shariatning buyrug'ini bo'yicha dunyoni oxiratlik uchun ishlatib foydalanish kerak. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu ve teala'nın bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Al-Hijr 23-oyatida tarjimasi biz hammani terildirimiz, hammani o'ltirimiz va hammaga varislik qilamiz. Sura Anbiya 89-oyatida tarjimasi Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Rabbim, meni balasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasan. Sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'lidi, senli boqiy qolasan" deb nido qildi. Sura Qasas 58-oyatida tarjimasi biz nurg'un shaharni halak qildik. Ularning aholisi keyf safalık turmuş keçiretti. Bu ularning turalgı joylaridir. Ular halak bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam tug'an emas. Ularning mol mulki va yurtiga biz varislik qildik. Sura Maryam 40-oyatida tarjimasi Ziminga ve zimin üstüdeki barchaga çoqum biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytariladi. Sura Hadid 7-oyatida tarjimasi Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Allah sizlarni ega qilgan mollardan sadaqa qilinglar. Sizlardan iymon etganlar va sadaqa qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi.
Yana Sure Hadid 10. ayetida tercümesi Neymiş qısıla Allah'ın yolunda pul mal sarf qılmaysılar? Asmanlarning va zaminning mirasi Allohga xosdir. Sure A'raf 128. ayetida tercümesi Musa öz qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yüzi hakikaten Allah'ın mülküdür. Allah onunğa bendilerinden öz halagan kişilerini varis kılıdı. Yaxşı akıbet takvadarlığa mensup dedi. Sure A'raf 137. ayetide tercümesi Bozak kılıngan kavmni yani Beni İsrailni biz bereketli qilgan Şam ziminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga yani hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'aun va uning qavmining salganlari yani imoratlarini va yasaganlari yani bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Sure Ahzab 27. ayetida tercümesi Allah sizlarga ularning ziminini, quru joylarini, mal mulklarini va texi sizlarning qadiminglar dastlab boqmagan ziminni miros qilib berdi. Allah her narsaga qodirdir. Sure Maryam 61. ayetdan 63. ayetigacha tercümesi O daimi turalgı boğan, merhametlik Allah bendilerge vədi qıyğan, ula köymey durup işengen cennetlerdir. Allah'ın cennet bilen qıyğan vədisi çoxum işqi aşıdı. Ula cennette bihudu söz anlamaydı. Fakat periştilerinin ulağa bəgən salamını la anlaydı. Ular cennette etigen akşamda köngli tartkan yemek içmeklerden rızıkka egi bolup durdu. Bendillerimiz içideki takvadarlığa biz miras kılıp berdiğen cennet eni şu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sure A'raf 43. ayetide tercümesi Ulanın köngüllerideki ölçmenliklerini elip taşladık. Yani cennet kirgenler arasında özara ağırlık adavet bulmaydı. Ulanın sarayları astıdın cennetinin östenleri yıkıp durdu. Ula, cemi hem de sana bizni bu nimetlerini hasıl kılışka yetekligen Allah'a bolsun ki Allah bizni yeteklemegen bolsa doğru yol tapmagan bulattık. Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana shu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundaq deb nido qildi. Sura Zuhruf 72. ayetida tercümesi Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Sura Fatir 32. ayetida tercümesi Andın biz kitap yani Kur'an'ni bendilerimizden biz tanlagan kişilerge miras kılıp verdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilg'uchidir. Yani Kur'an'ni tilavet qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttir haldir. Yani ko'p chaqlarda Qur'onga amal qilib, qisman chaqlarda amal qilmaydi. Ve ba'zisi Allah'ның izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga aldirg'uchidir. Ana shu katta marhamatdir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Sure Enbiya 89. ayetinden 90. ayetigacha tercümesi Zekeriya'nın kıssasını bayan qilgan. Öz vaqtida o Ey Rabbim, meni balasız, varissiz yalğız qo'ymasan, sen en yaxshi varisdirsan. Yani hamma odam o'lidi, senni baqi qolasan
deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinini o'zgartib berdik. Ya'ni tug'digan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Sura Maryam 5-6 oyatlarda tarjimasi: "Men tag'inlarimning bollarining o'rnimni basolmasliklaridan, ya'ni dinni qo'ldan berib qo'yishlaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgan. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Rabbim uni sening roziliqingga erishadigan qilgin." Sura Naml 16-oyatida tarjimasi: Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. U: "Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir", dedi. Alhamdulillah, yuqorida Allohning Al-Varis degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Alloh subhanahu va taoloning go'zal ism sifatlaridan Ar-Rashid degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.